Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar, hurmatli tomorqa egalari, havaskor bog'bonlar. Bugungi video suhbatimizda qulupnayni 3 ta usulda ko'paytirish haqida sizlarga kichkina ma'lumotlar berib bormoqchimiz. Mana ekraningizda ko'rib turganday, mana shu birinchi navbatda, birinchi usulda mo'ylovchalardan ko'paytirasiz. Ya'ni mo'ylovchalarini maxsus stakanlarga, chirinti solingan stakanchalarga mo'ylovchalarni 3-4 cm gacha botirib tiqib qo'ysangiz, 10-12 kunning ichida ular ildiz hosil qiladi. Ildiz hosil qilgandan keyin yana to 4 ta 5 ta barik chiqquncha, ya'ni bir 2 oy davomida o'sha yerda saqlab turib, ularni yaxshilab rivojlantirib olganingizdan keyin ona tutdan ajratasizda, keyin xolagan joyingizga o'sha o'tkazib dalangizni kengaytirishingiz mumkin. Qulupnay dalasini kengaytirish mumkin. Keyingi mana bu ikkinchi usulimiz. Bu ham mana shu tuplarni alohida ajratish bo'yicha, ya'ni ildiz otgan tanalarni alohida katta tuplardan ajratib olib turib, o'sha kichkina tuplarni maxsus idishlarda, chirinti solingan idishlarga ekib turib ko'paytirish bo'ladi. Bu ona tuplarimizni baquvvatlaridan ko'p tuplarga nima qilganlarini, ildiz otganlaridan olib turib, o'shalarni ajratib olib turib, kichkina stakanchalarga ekib, uni ham shu 1,5-2 oy davomida yaxshilab turib parvarishlasangiz, ularni ham kelgusi dalani kengaytirishdagi boshqa joylarga ko'chirib o'tkazishingizga bo'ladi. Keyin uchinchi usuli, bu generativ usul deb aytiladi. Bu usulda urug'dan ko'paytiriladi. Ya'ni mevani, qulupnay mevasini yaxshi pishib yetilgan yirik holdagilaridan urug'lar tanlab olinadi va ular 2 oy davomida 0,5 gradus sovuqlikda salqin joyda stratifikatsiya qilinadi. Keyin uni maxsus idishlarga ekib turib, ustini to 2-3 ta barik chiqargungacha kichkinagina parnikcha qilib turib, ustini shaffof narsa bilan bekitib qo'yishingiz mumkin. Klyonkami yoki biror bir shunaqa shisha nima bilan bekitib qo'yishingiz mumkin. Keyin 2 ta yaproq chiqarganidan keyin uni pikirovka qilib turib, tuvakchalarga, chirinti solingan tuvakchalarga o'tkazasizda, uni ham shu 1,5-2 oy davomida parvarishlab, 4 ta 5 ta baquvvat bariklar chiqargangacha tarbiyalab turib, uni ham keyin xolagan o'sha joyingizga, ya'ni dalani kengaytirish uchun, qulupnayzorni kengaytirish uchun ishlataverasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Keyingi video suhbatlarimizda uchrashguncha xayr. Bog' ekin, yaxshidan bog' qolur.